Assalomu alaykum azizlar. Mana shu o'simlik bu kovul deyiladi. Endi qayerda nima deb ataladi bilmadimmi. Bizda kovul deb ataladi. Mana shunday gullaydi. Buni qovunchalari ham bo'ladi. Bu hali sariq bo'lib, qizg'ich bo'lib, sekin qovuncha bo'ladi. Xullas, mana shuni ildizi gemoroy uchun juda ham samarali dori hisoblanadi. Bu hozir mana ildizidan olib, ildizini keyin po'stlog'ini ajratib zardobda tayyorlaymiz buni. Mana shu o'simlik. Buni qanday tayyorlashlikda xudo xolasa video qilib joylaymiz. Mana hozir kovlab oldik. 2-3 ta mana shuncha ildiz kifoya qiladi xudo xolasa gemoroy uchun doriga. Buni mana shu po'stloqlarni ajratib olamizda qatiqda ya zardobda tayyorlanadi. Sizlarga to'liq videosini tashlaymiz xudo xolasa. Mana shu xuddi mana shu tartibda po'stloqlarni shilib olamiz. Bu shu kovulni mana tomirini, po'stloqlarini shilib olgandan keyin mana shunday holatda qoladi. Mana shunday holatda qoladi. Hamma po'stlog'ini mana shu tartibda shilib olinadi. Yangiligida tayyorlanadi, chunki qotib qolsa bu shilinmaydi, ham kutgan natija bo'lmaydi. Dori tayyorlashlikda yangiligida darrov shilib, buni kofe malkada maydalanib, keyin zardobga mana o'sha terib olgan kovulimizni tomirini, po'stlog'ini ajratib olib, kofe malkada talqon qilib, mana shu zardobga ichiga aralashtirib nima qilib qo'yamiz. Endi bu tayyor bo'lsa, orasi bir haftada tayyor bo'ladi. Suzib olib, keyin bemalol ishlatilaveradi. 1 litr nimaga? Zardobga. Katta qoshiqda 5 qoshiq mana shu kovulni po'stlarni talqonini solsa bo'ladi. Mana shu norma bo'ladi xudo xolasa. Agar dozasi kuchliroq bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha tayyor bo'lgan holatda ham ustiga ozgincha zardob quyib ishlatsa bo'ladi. Siravli bo'lib qolgani yaxshi emas. Katta qoshiqda 1 qoshiqdan 5 qoshiq bemalol solinaveradi. 1 litr zardobga.